Ulamolar, mufassirlar bir qissani bayon etgan. Agarchi bir qissa Qur'on va hadis emas, tobiinlarning vaqtida voqea bilan qaysi bir shikorchi bir martaba dashtga maydonga chiqadi. Bir uzoqdan bir shuni qarani ko'radi, fikr qiladiki, bu qaysi bir halol hayvon deydi. Terda oladigan otadi, uyi qiladi. Boradi, ko'radi, yana qarasa bu bir inson ekan. Bir g'arib inson. Bu bechora o'tin jamlab yurar ekan. O'tindan cho'pmoqli uchun ham bo'ladi, bu uzoqdan fikr etadiki, shoyad bu bir halol hayvon bo'lsa. Bu boradi, bechora to boraman deyishimicha joni chiqqandi. Bu yerda bu o'rtada qoladi. Aytadiki, endi nima narsa qilsin. Endi men nima narsa qilsam? Bu zamon shayton ma'qullarga aytadi, hech kimga xabar bermayman deb, shu yerdan bir chuqur qozaman deb, shuni ko'maman. O'sha yerdan bir chuqur qozatgan bu odamni ko'madi. Mardum o'rtasida chiqadiki, faloni tutdi. Faloni gum bo'lib ketibdi, shpillacha daray-maray yo'q. Shunday mashhur bo'ladi. Nega ketganini nima bo'lganini bilmaydi. 4 yil, 5 yil o'tadi, ammo lekin buni vijdoni qabul etmaydi. Shuni bilishga yetgan nafarning vijdoni hamisha unga azor bermoqda. Vijdoni, tabiati unga azor beradi. Qaror topmaydi. Aytadiki, qandosan, notoqtasan. Darholiki bechorani o'ldirding ko'ndi. Bu yerda Alloh taolo uni haqqa hidoyat etadi, tavfiq beradi. To'ppa to'g'ri o'sha nafarning o'g'illarini yana boradi. Aytadiki, mendan shunday bir ishtiboh bo'ldi. Bilmadim, ko'rdim, qaysi bir qarani uzoqdan fikr etdimki, shoyad bir halol hayvon bo'lsa, otdim terdi, to'boraman deyinchimcha o'tirar joni chiqqan ekan, o'sha yerda men uni ko'mdim dedi. Mana shu bilan endi men ketirsizlar, o'zimni taslim etaman. Meni o'ldirasizlar, o'sasizlar, har zotiki shariat hukm etsa, shu borada menga sizlar faysala qiling. Buni o'g'illari aytadiki, ofarin vijdoningga deydi. Sen shu ishni ketding, endi senga bizlar bir zotdan qilmaymiz. Faqat shunchalik ko'rgaz, o'sha otamni qabrini bizlar borib ko'raylik va haqqiga bir duo qilaylik. Boradi, buni gapini rostlash uchun shu ko'milan joyga ochadi, 4-5 yil o'tgandan so'ra ochsan, oyog'ini, tanho oyog'ini ko'radi, oyog'i top-toza ekan. Darholiki inson o'lgandan so'ra darrov yeridu, aloq bo'ladi, oyoqlari, go'shtlari gum bo'lib ketadi, ustaxon bo'lib qoladi. Ammo lekin 4-5 yil o'tgandan so'ra ham ayni o'sha obod to'xtagan ekan. Faqat mana shu oyani tafsirida ulamolar zikr etgan bizga dars beradi. Zamoniki siz bizlar bir tane haqqini yeymiz, marhumning haqqini yeymiz, bir nohaq zotda bizlar hukm faysala qilamiz, mutavajjih bo'laylik, haqiqat bizlarga bayon bo'lgandan so'ra bizlar o'sha nafardan, o'sha qavmdan afv talab etaylik va o'shalarning haqqini ado qilaylik.